Biz aqlli agronom mobil ilovasini ishlab chiqishimizdan asosiy maqsad shundan iboratki, yurtimizdagi barcha dehqon, fermer, tomorqa egalarini zamonaviy texnologiyalar yordamidan keng foydalanishga imkoniyat yaratishni inobatga oldik. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish har qachongidan ham muhimdir. Shuning uchun biz aqlli agronom mobil ilovasini yaratdik. Ko'pincha ekinlardagi kasalliklar yoki muammolarni erta aniqlash uchun ancha vaqt yo'qotiladi. Dori vositalarini xato qo'llash evaziga hosildorlikka jiddiy zarar yetkazish mumkin. Bizning asosiy maqsadimiz sun'iy intellekt va agronom mutaxassislarini bitta yagona platformaga birlashtirib, ushbu muammolarni hal etishdan iboratdir. Kelajakda esa ilovani yanada kengaytirish va qishloq xo'jalik xizmatlar va mahsulotlarini yagona ekotizimini yaratish hamda agronomiyalar, raqamli agronomiyalarni har bir xonadonga yetkazib borishdan iborat. Aqlli agronom kelajak agronomiyasi sari ishonchli qadam.